Kuyovim qo'limdan tutib ko'zlarimga tikilganida: "Siz ona emas, avvalo ayolsiz, Zuhra opa", deb pichirladi. O'sha lahzada men qizimni ham, gunohni ham unutdim. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga yuraklarni larzaga soladigan ehtiros va romantikaga to'la bir hikoya aytib beraman. Bu gapni hech kimga aytolmayman. Hattoki eng yaqin sirdoshimga ham oshkor qilishga qo'rqaman. Chunki aytadigan gapim shunchalik og'ir, shunchalik aqlga sig'maydiki, uni tilimga olishdan ham uyalaman. Ammo yurak degani u bo'shliqni yomon ko'radi. Kimnidir sevib qolsa, aqlga ham, mantiqqa ham bo'ysunmay qo'yarkan. Mening ismim Zuhra. 45 yoshdaman. O'rta yoshdan oshgan, hayotning pasbalandini ko'rgan ayolman. Erimdan ajrashganimga ancha bo'ldi. Yolg'iz qizim Dilnozani deyarli o'zim katta qildim. Unga bor mehrimni berdim. Uni oq yuvib, oq tarab voyaga yetkazdim. Mening hayotimdagi yagona quvonchim, yagona ma'no ham shu qizim edi. Uni yaxshi joyga uzatish mening eng katta orzum edi. Va bu orzuim ushaldi ham. Dilnozam o'zi sevgan, aqlli, kelishgan bir yigit Timurga turmushga chiqdi. Timur kuyovim. Uni birinchi ko'rganimdayoq qizim uchun quvongandim. O'qimishli, madaniyatli, qizimga mehribon. Har qanday ona orzu qiladigan kuyov. Dastlabki paytlarda men uchun u faqat qizimning baxti, mening kuyovim edi. Men ularning hayotiga aralashmaslikka, faqat kerak bo'lganda maslahat berib turadigan oqila qaynonalardan bo'lishga harakat qilardim. Ammo vaqt o'tgani sari o'zim ham bilmagan holda unga boshqacha qaray boshladim. Ular to'ydan keyin vaqtincha biznikida yashab turishdi. Timur dasturchi bo'lib ishlardi, ko'pincha uyda, kompyuter qarshisida o'tirardi. Qizim esa erta tongdan ishga ketardi. Uyda ko'pincha men va Timur yolg'iz qolardik. Dastlabki paytlarda bu menga noqulay tuyulardi. Ammo asta-sekin bizning suhbatlarimiz ko'paydi. U men bilan har xil mavzularda gaplashardi. Kitoblar, filmlar, hatto mening yoshligim haqida ham so'rardi. Uning qiziqishlari samimiy edi. "Zuhra opa, siz juda aqlli ayolsiz. Dilnoza sizga o'xshagani uchun ham uni sevib qolganman", derdi u ba'zan menga tikilib. Uning nigohlarida qaynonaga bo'lgan hurmatdan boshqa narsa borligini seza boshladim. Unda yosh yigitning yetuk, ammo hali ham jozibali ayolga bo'lgan qiziqishi bor edi. Bu qarashlar ostida men hijolatdan qizarib ketardim, ammo yuragim allaqanday shirin titroqni his qilardi. Axir men ham ayolman. Yillar davomida unut bo'lgan ayollik hislarim uyg'onayotgandek edi. Men bu tuyg'udan qo'rqdim. O'zimni koyidim. Bu mumkin emas. U sening kuyoving. Ammo yurak buyruqqa bo'ysunmasdi. Bir kuni hovlida ikkovimiz yolg'iz qoldik. U menga yordamlashib og'ir chelakni ko'tarib qo'ydi. Qo'llarimiz bir-biriga tegib ketdi. O'sha lahzada butun tanamdan titroq o'tdi. U ham bir soniya qotib qoldi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida men o'qishga qo'rqqan bir ma'no bor edi. O'sha kundan keyin men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Har safar u kelganda yuragim tez ura boshlardi. O'zimni undan olib qochishga harakat qilardim, ammo beixtiyor yana unga qarab qo'yardim. Bir kuni qizim bir haftaga xizmat safariga ketdi. Uyda yana men va Timur yolg'iz qoldik. Kechqurun choy ichib o'tirganimizda suhbatimiz odatdagidan uzoqroq cho'zildi. U o'zining kelajakdagi rejalari haqida gapirdi. Men esa uning gaplariga berilib ketdim. Unga qaraganimda o'zimni yillar davomida unutgan yosh qizdek his qildim. Uning yoshligi, uning ishtiyoqi meni o'ziga tortardi. Suhbat orasida u to'satdan qo'limdan tutdi. Uning kaftlari olovdek issiq edi. "Zuhra opa", dedi u pichirlab. Uning ovozi titrardi. Men sizga befarq emasman. Yuragim qafasdan chiqib ketgudek urardi.
Men nima bo'lishini sezib turardim va men bundan qo'rqardim va ayni paytda butun vujudim bilan xohlardim. Timur, qo'ying bu gunoh, dedim men zo'rg'a. Gunoh nima o'zi, dedi u menga yaqinlashib. Uning nafasi yuzimni kuydirardi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida muzlagan tanamga go'yo oliv tegib eritib yuborgandek bo'ldi. Siz ona emas, avvalo ayolsiz, Zuhra opa. Go'zal ayolsiz. U yuzimni kaftlari orasiga oldi. Uning ko'zlari qorong'ulikda yonardi. Sizning bu go'zalligingizni faqat men ko'ryapmanmi? U lablarini labimga tekkizdi. Bu o'pich bu yillar davomida kutilgan, yashiringan ehtirosning, unut bo'lgan ayollikning portlashi edi. Mening butun vujudim erib ketdi. Mening qarshiligim, mening onalik burchim hammasi bir lahzada unut bo'ldi. Men bir og'iz gap aytishga ulgurmadim. U lablarini labimga tekkizdi. Avval sekin, so'ng ehtirosliroq. Qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi, belimdan topib meni o'ziga mahkam tortdi. Tanam titrardi. Menga bunday yaqinlik ko'pdan beri kerak edi. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. U meni asta o'z xonasiga boshlab kirdi. Bu mening qizim va kuyovim yotadigan joy edi. Ammo o'sha lahzada bu mening xayolimga ham kelmadi. Oramizda faqat yurak tovushlari va tashqaridagi tun sukunati eshitilardi. Ko'zlarimiz gapirardi. U meni karavotga o'tkazib, o'zi qarshimga tiz cho'kdi. U mening tungi ko'ylagimning iplarini asta yecha boshladi. Har bir teginishi bir ehtiros, bir qadam edi, noma'lumlikka, gunohga. Ammo men qo'rqmasdim. Uning nigohida shunday bir kuch bor ediki, men o'zimni unga to'liq ishondim. Kiyimlarimni butunlay yechdi. Mening 45 yoshli, ammo hali ham tarang tanam. Men uyatdan emas, lazzatdan qizarardim. Uning hayratga to'la nigohidan zavqlanardim. U ham kiyimlarini yecha boshladi. Uning yosh, baquvvat tanasi xira yorug'likda yanada jozibali ko'rinardi. U meni quchoqlab karavotga yotqizdi. Uning harakati tez emas, lekin chuqur edi. Lablari butun tanamni o'rganardi. Sekin ikkita tarvuz chamdan ezib, uchidan o'pa boshladi. Oh, mazza! Rosa yoqib ketaverdi. Men ham uni mahkam quchoqlab oldim. Bizning vujudlarimiz bir-biridan lazzatlanardi. Uzoq bir-birimizni erkaladik. Uning har bir teginishi tanamning unut bo'lgan nuqtalarini qayta jonlantirardi. Yoshlik ehtirosi, uning kuchi meni aqldan ozdirardi. Uning qattiq go'sht kaltagini sonlarim orasida his qildim. Sekin tika boshladi. Men rohatlanardim. Bu ham og'riq, ham yillar davomida kutilgan lazzatning, ayolligimning qayta uyg'onishining chinqirig'i edi. U meni tonggacha baqirtirdi, rosa rohatlandim. Ertalab bo'ldi. Quyosh chiqqandi. Ikkalamiz ham holdan toyib, charchab yotardik. Men uyg'onganimda u allaqachon kiyinib olgandi. U menga qarab jilmaydi. Kecha uchun rahmat, dedi u sekin. Bu bizning sirimiz bo'ladi. U peshonamdan o'pib chiqib ketdi. O'sha kundan keyin men boshqa Zuhraga aylandim. Endi men shunchaki qaynonalik rolini o'ynamasdim. Men yashirin sirga ega bo'lgan, ehtirosli ayolga aylangandim.